Assalomu alaykum mashhur quyonchi muxlislari. Xigol quyonlarimiz bolalari 88 kunlik bo'ldi, 90 kunlik ham bo'lgani yo'q. Bular erkaklari, arada urg'ochlari ham bor. Xo'p, mana ona quyon, hozirda tuqqan. Yuz to'lishlik uchun bunaqa ovsyanka yemidan beryapmiz. Ovsyanka. Mana shunaqa sharoitda boqamiz. Sharoit mana. Tepasida bolalari, bu yoqda ona quyon. Bu yoqda ham ona quyon. Kaliforniya. Bu hali tug'magan, hozir bo'g'oz. Mana bu tuqqan. Mana bolalari. Yaxshi holatda 6 kunlik bolalari. Ham ko'zlari ochilmagan. Xo'p. Bu yoqda ham bitta Kaliforniyamiz bor mana. Hatto xikol bolalari. Bu sotildi-yu, bular tomoshaga mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Suv ichyapti. Ikki parlab qo'yganmiz hozir. Erkak turg'ochi bor, erkak ichkarida. Bu yoqda bitta burgun, 3 ta paltava bor. Bolalaridan. O'qiyonlarimiz 55 kunlik, burgunimiz 60 kunlik. Mazza suv ichyapti. Mana tomosha, mana qulog'i yo'q quyonni qarang, mana qulog'i yo'q, mana shuni bitta qulog'i yo'q. Onasi yoshligida qaramabdi-da. Qulog'ini tishlab qo'yibdi. Birinchi tug'ish edi. Birinchi tug'ishda o'rtoqlar quyonlarga qarab turish kerak. Bahovar bo'lib turish kerak. Qaramasligi, yungini tashlamasligi, joy qilmasdan tug'ib qo'yishi mumkin. Hammasini